Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashining sarhisob yig'ilishi bo'lib o'tdi. 2025-yilda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bolalar sog'lig'i, hayoti va ijtimoiy himoyasi uchun jami 51 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Qo'shimcha ravishda 1,2 milliard so'm homiylik mablag'lari jalb etilgan. Bu katta mablag' bo'lib eshitilishi mumkin, lekin gap og'ir dardga chalingan bemor bolalar haqida ketganda xarajatlar ortishi tabiiy. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ayrim kam uchraydigan, aytaylik, orfan kasalliklarini davolash uchun dori vositalarining narxi $1 million dan oshadi. Masalan, bunday preparatlarning atigi birgina flakoni $2,5 ming teng. Shu sababli ushbu kasallikka chalingan bolasi bor oilalar uchun davlat va jamoatchilik ko'magi nihoyatda muhim. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashining navbatdagi yig'ilishidan shunday og'ir vaziyatdagi bolalarga yordam ko'lamini kengaytirish masalalari ko'rildi. Xususan, yil boshidan buyon kelib tushgan murojaatlar asosida o'ta murakkab tashxisli 7 nafar bolaning xorijda davolanishi uchun mablag' ajratish masalasi atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, hududlarda tibbiy xizmat sifatini oshirish jarayonini raqamlashtirish borasida ham fikrlar o'rtaga tashlandi. Ilik transplantatsiyasi bo'yicha bu borada juda ham muhim bo'lgan jarayonni amalga oshirishgan. Yana bir muhim yo'nalish bu ortopedik amaliyotlarni bajarish. Bu albatta O'zbekiston bolalarda ortopedik amaliyotni bajarishda bir necha yuqori bosqichga chiqqan. Biz xalqaro miqyosda bajariladigan amaliyotlarni bajara olyapmiz va ayniqsa eng muhimi, avvallari biz bunday bolachalarimizni chet elga yuboradigan bo'lsak, bu gal bu xarajatlar 2 baravarga kamaydi. Demak, bizning mutaxassislarimiz o'sha bolalarimizni murakkab, yuqori texnologik ortopedik amaliyotlarni muvaffaqiyatli bajara olishyapti. 2025-yilda 4 mingtadan ortiq murojaat tushgan bo'lsa, bolalar jamoat fondiga bu murojaatlar hammasi ko'rib chiqildi, to'liq shu bolalarga yordam berildi. Bundan tashqari qimmatbaho orfan kasalliklarga glorazim degan dori sotib olinib yetkazib berildi va bugungi kunda bolalar to'liq davolanishni olyapti. Ushbu mablag'lar surunkali buyrak yetishmovchiligi, bosh miyadagi murakkab o'smalar hamda tug'ma nuqsonlar bilan kurashayotgan bolajonlarning hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ajratilgan mablag'lar kengash a'zolari tomonidan bir ovozdan ma'qullandi.